Hammaga salom bolalar. Bugun sizlar bilan o'sha sizlar tanigan Abdulhamid bo'ladi. Bugungi videomizda biz qishloq sidlarini o'rganamiz. Uni ketdik birinchi sidimiz. Bugun mana shu oz ko'ringan joylarga kirib turib, hozir chiqarib olsin ana. 13, 12, 12 sidi. Mana bu sid yaralgan. Olam bo'ladi. Telefonlar bo'lsa sizlarda yaraladi keyin. Shuni to'g'ri yurib turib, to'g'ri yursalar mana shu bunday katta qishloq bo'ladi, ikkita kuznica bo'ladi. Bu kuznicalar deydi, oskasi. Birisida hozir birinchi ikkita oltin oyoq kiyim, 3 ta olma bo'ladi. Ikkinchisida bo'lsa ikkinchi mashdan to'g'ri yurganlar temir aka, 3 ta temir, bitta boshqa и 3 ta ko'rganlaringiz mana shu set, albatta kirib o'ynaydilar. Endi biz keyingi sidamizga o'tamiz. Bundan keyingi sidamiz bo'lsa 4 5 5 mana 4 5 5 bundan yugurib qo'yasizlar. Qo'yasizlar mana tarafini hisobida hozir bu qishloq bitta qishloq deb o'ylasaringiz o'ta ham xato o'ylagan bo'lasiz. Mana bu qishloqning kattaligi. Bundan orqasida bundan ham katta bitta qishloq bor. Ko'rsatib ketaman. Mana shu kuznicani to'g'risidan mana shu qizil qo'ziqorindan o'tib yana mana shu yuraverasizlar. Yana bitta dadamizdek qishloq chiqadi. Mana bu qishlog'i ko'rgan bo'lsalaring yaxshi. Endi biz keyingi sidamizga o'tamiz. Bolalar bugun bundan keyingi sidamiz bo'lsa hozir mama hammasi kattada m a o s mama mos. Bunda bo'lsa bitta qishloq bo'ladi. 4 ta qishloq bitta bo'lgan bo'ladi hozir. Ko'rganlaringiz qishloq chicha sarman. Bo'ladi. Uchamiz. Uyinlari changdan ko'rinmayapti. Mana shunaqa qishloq bo'ladi. Mana zo'r bo'ladi. Ichida to'la temir bo'ladi. Ko'rgan. O'ynagan bo'lsangiz, kommentga yozib ketinglar. Sizlardan bitta iltimosim va like bosib ketinglar. 80 ta bo'ldik va nihoyat shortslardan 80 ta qilib oldim. Endi bundan yana katta va shorts ketaveradi. Biz mana YouTube'ga kirishimdan maqsad O'zbekistonlik birinchi million YouTuberga 1 million YouTuberga erishmoqchiman. Albatta bu qiyin bo'ladi. Yillar kerak bo'lsa ham, men bunga erishaman. Xudo xohlasa, sizlar yordamlaring bilan bunga erishishim mumkin. Shuning uchun hozirroq pastga o'tib, obuna bo'lib, like bosib, kommentariyaga qaysi YouTuberga qiziqishlaringni yozib ketsalaring, ash haqida video chiqaraman. Edit qilaman. To'g'ri. Eng ko'p like yig'gan YouTuber, ovoz yig'gan YouTuberga edit chiqaraman. Xullas ko'rdinglar bu qishloqda ham. Hozir yana ko'p qishloqlar bor oldinda hali. Zeriktirib qo'ymaymaslardi. Keyingi qishlog'imiz bo'lsa, qaysi qishlog'i? 1700. Jolida kirib bordim. Uzr. Jolida ko'rsataman sizlarga buni. To'g'rilasizlar. Orqalaringda серьезный biom, bag'da savanna, to'g'rida qishloq bor. Buni tepasida kuznica bor. Kuznicada bitta qilich, bitta ishton, 3 ta olma bo'ladi. Tepasida. Ana shu tepadagi uygani, uni kuznica ko'rganlaringiz. Ular qiziqsalar o'zlaring kirib sinab ko'rasizlar. Bo'ldi. Bu sidimiz ham shunaqa edi. Endi keyingi sidimiz UZB.
Shu. Sizlarga mana çok qildik hozir. Mana bizning kachaga qishloqimiz. Kichkina bo'lsa ham lekin yaxshi qishloq. Videoni oxirigacha ko'rsating mana narsalarni. Oxirgi qishlog'imizda sizlarga bitta kachoka layfak ko'rsataman. Buni bilmagan bo'lsangiz bilib olasizlar, bildilar. Yana qaytadan o'ylayman. Keyingi yetsidimiz AK-47. Amas kettada AK-47. Bu ham nariga qishloqqa o'xshaydi, lekin sal boshqacharoq, chunki oldida daryo bor. Nariga qishloqda yer bor edi. Bu setda bizda daryo bor, shu farqi. Qishloqni qarang boshqacha joylashgan. Yo'ye omad qaranglar zo'r joyga tushganmiz. Mana bunday narsalar. Mana shunday o'zing yoqqan bitta setni tanlab, men kommentga yozsalaring, keyingi olmos topish videoyimni xuddi ana shu qilaman. Ana sizlar aytgan setda qilaman. Olmos topish videoyimni. Undan keyingi setga ham o'tamiz. Undan keyingi setimiz lekin 123 da adashmasam shunaqa edi. To'g'rimizda daryo bo'lish kerak. Yo'q, adashdim. Xullas bu noto'g'ri set ekan. Ya 123 pasada shu yana boshqa Dumba degan qishloq bor. Bilsalaring cho'lda paydo bo'lasizlar, mana shu yurib turib saklasizlar. Mana bu qishloqda foydasi oldida piramida bor. Mana bu yerda kuznitsa bor. Birinchi kuznitsaga ikki piramidaga kirib ko'ramiz. Menimcha videoni tugatsam ham bo'laveradi. Mana kuznitsasida. Daraxtga qo'yib. Kuznitsiyasida shular bor ekan. Endi keyingisiga navbat keyingisi. Sindiramiz. Chiqinlar bor. Endi biz knopka. Zo'r portladi. Chiqib dedi. Sheta videoni sheta tugatsam ham bo'ladi. Bo'pti. Unda. Bugungi videoda sizlar bilan Abdulhamid bo'ldi. Videoni ko'rganlaringiz uchun sizlardan kattakon rahmat. Like bosib obuna bo'lishni unutmanglar. Sizlar bilan Rekord King bo'ldi. Hammaga xayr, ko'rishguncha. Aman bo'linglar.